Urumchida o'zimizni mini marketga o'xshagan yoki do'konlarga o'xshagan do'konlardan birini ko'rsatamiz. Mana ularni ham aytib chiqib qo'yishib $150 ekan. Oshxonachalar, osh. Bu yerda ovqatlanish qiyin emas. Mana shu do'kon zo'r. Nodir aka mana Urumchida do'konlar ko'pchilik mana shu mehmonxonamiz yonida 100 metr u yoqda Benjan gasnitsasidan. Asa ko'pchilik mana shu yerdan narsa olib kirib ketadi. O'zbekistonga ketayotganda ham shu yerdan narsalar olib ketishadi. Bizda yo'qroq narsalar. Uzumlar. Banan nechi qo'y opa? 28? Ha, 8 qo'y. Demak, 15 ming ekan bananlar. Mana bu qulupnayda quritilgan rosa trend bo'ldi. Bu narsa bizda 500 ming ham sotilgan, hozir 400 ming yoki 350 ming. Bu yerda 200 ming ekan. Mana ko'rasizlar, quritilgan narsalardan boshlanyapti. Keshiladi oqi, bunaqa sveti. Mana olcha, nimalar. Mana mayizga ham alohida e'tibor beringlar. Bu boshqacha ekan. Bu mayiz nechi qo'ydi? Kattasi. Ha. U 55 ming. 55 ming, 100 ming ekan. Bu boshqacha ekan. Choylar. Mana bunaqa bir ajoyib narsalar. Mango mana quritilgani. Bu nechi qo'y mana kiviniki? Kilosi 25 qo'y. 25 qo'y. Pashti 45 ming ekan. Bizda qancha? Aniq summasini bilmayman. Bu yoqda mana suvlar terilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Suvlar ham endi turi ko'p. Bular endi tanish suvlar, notanishlari ham ko'p. Muzqaymoqlar. Xo'p, muzqaymoqlardan mana eng zo'r menga yoqqan mana shu bo'ldi. Uchuvon ekan, silvishniy. Mazasi o'ta ham zo'r ekan. Qimmatlarda. Tuxum kiloga sotilar ekan sizlarda? Kilosi nechi qo'y? Kilosi 14 qo'y. 14 qo'ymi? Mana tuxumlari mana kilolab sotilar ekan. 14 qo'y, ya'ni 14 yuan ekan. 14 yuaniz bo'ladi. Bizi pulga 10 yuaniz 18 ming bo'lsa, shu 25 mingga bormas ekanda. 1 kilosi. Endi 1 kiloda nechta tuxum bo'ladi, uni hisoblab ko'rasizlar. Albini bulardan bizda ham bor. Ajoyib bu do'kon odamni o'ziga tortadi. Shuning uchun rosa ko'pchilik mana shu kiradi. Keyin yana yaxshi tomoni, misol mana bunaqa qandlarni har xillaridan olaman desangiz ham, mana bular ham o'zimizda ham zo'r deyishdi. Kechirasi olishdi ko'pchilik. Assortiment qilib olaverasizda, bitta narxda tortib beraveradi. Qo'ldan kelgancha olyapmiz endi videoni. Hop. Narigi yuzida rosa katta bitta do'kon bor, lekin kirdik, narxlari qimmat, keyin rosa katta bo'lgani bilan ham fayzi bu do'konda emas ekan. O'shunga hamma nimagadir mana shu do'konga kiradi. Keyin mana semichkani ham reklama qilib ketay. Shunaqa zo'r ekan. Oldingi safar olib ketgandim 1 kilo 20 yuan, 35 ming, 34 ming. Buni mazasi umuman boshqacha ekan. Oddiy semichkalardan farq qiladi, lekin bularning oddiy semichkasi ham bizdagilardan ko'ra, bizda Xitoydiki deb sotilayotgandan ham ko'ra shirin ekan mazasi. Do'stlar, mana shunaqa ko'rishingiz mumkin. Bu yoqlarni endi ancha-muncha mana xuzmay do'kon ham qilib qo'yibdi. Ko'pchilikning ishi asosan mana shu yerdan bu yoqda bitadi. Ko'rasizlar, bu chipslar ham zo'r ekan. Hamma halol narsalar sotiladi bu yerda. Yana nimalar narxini bilib qo'yamiz endi. Shunchaki keyin bitta suvni reklama qilib ketaman sizlarga. Hozir qani u suv. Mana. Endi qani O'zbekistonga olib borib mashina sotishni yo'lga qo'ysak-ku, shu jicha qimmat tushib ketib qoladi. Mana shu ananasni, mana shu suvi bu yerda 8 ming ekan.
Ana ichidagilarni yesiz, shunaqa yumshoq zo'r ekan. Mana ichi ham shirin zo'r. Endi bitta qimmat tushib ketib qolar ekanda, bo'lmasa mana shu suvlarni bir dillerligini olib sotsangiz ham rosa bo'ladi. Bu yerda mana shirinliklar. Ko'raverasizlar. Kola qancha? 5 yuan. 5 yuan, yani 9 ming ekan 1 litrlik kola. Hop, shunaqa gaplar. Mana semichkasi, mana shunisi navali, shunaqa shirin. Boshqacha. Ko'ryapsizlar. Endi mevalardan bizga sal notanishliqlari mana shu. Keyin uzumlar tanish, bu notanishroq. Keyin mango endi tanish. Mana ham bir boshqacha narsa ekan. Ko'p ko'rdik, lekin menga yoqmadi. Muhimlar. Spas zo'r. Qaruzlar ham yana sotishgan. Biz mehmonxona shu. Mana shu bino. Endi sizlarga mana Xitoylarning pulini ham ko'rsatib ketaylik endi. Mana 1 yuani shu. Mana. Bunisi 5 yuani. Bizning pulga 9000 bo'ladi. 1 yuanini hozirgi kunda 1800 dan hisoblasanglar bo'laveradi. Bunisi 20 yuan 35 ming. 50 yuan 90 ming. O'zbegim o'zimizning pullardan. Lekin endi bitta plus tomoni bularda hattoki 1 yuanini ham shunaqa qog'ozi qattiq, boshqacha zo'r, hayron qoladigan. Qog'oz menimcha ancha sifatli ekan.